Zaynabani mana shu Hamza teatrini eng katta va buyuk siymolaridan biri deb bilaman. Shu Hamza teatriga biz 67-yil studentlik paytimizda kelgan bo'lsak, mana shu Hamza teatrida ko'zga tashlanadigan aktyorlar ko'p edi, lekin mana shu Zaynab Sadriyevani o'rinlari alohida edi. Zaynab nihoyatda kamtarin odam edilar. Kamtarin, lekin rostgo'y odam edilar. Mana esimda borki, mana shu qachonki Hamza teatrida yoki Xudsovet bo'lsa yoki bironta majlis bo'lsa, hamma aktyorlar Zaynabni chiqishini alohida kutishardi. Zaynabga o'qiladigan pyesalarni, oladigan pyesalar haqida gapirganda juda obyektiv va mana shu pyesa naqadar o'zbek xalqiga, o'zbek tomoshabiniga kerakligini ochiq-oydin gapirardilar. Va dramaturglarning pyesalariga ham baho berish qo'llaridan keladi. Men 7 o'g'ilni uylantiraman-deb 7 mahallada idish to'yig'i belangi bo'ldim. To'yda restoranda qilyapti. 4 qavat ko'rpachada o'tirib, jonni huzurini ko'rib o'tiribdi baloya. Ha, qudingiz ishi ekan. Lekin juda ham mazam yo'q, joyimiz sol kirib o'tirdi. Voyjon, sizga ko'z tekkan. Uy gaping bor. Ko'zlamning mashinada biram o'tirdingizki, ishda 4ta chorshinda tikilib. Assalomu alaykum. Esonaman borib keldik. Voy, menga qani? Voy, shokolad yo'q. Shu tayam ikki qiladi. Hay, baraka topgur. Hech bo'lsa shu desangiz siz gapirmang. Oyingizdan shu desangiz yurib niyam qoq qo'limga berdi. Haligi maslahat oshni yaxshi o'tkazdingiz. Lekin oyingizni to'yga hech ham tayyorgarligi yo'q ekan. Mana shu qizlarni bir kun uzatishlarni bilarmidilar? Bilsalar tayyorgarlik qilsalar bo'lar. Voy, qilganlar. Ya, nimangiz bor desam, shuni sangiz hech vaqtim yo'q. Ha, nimangiz bor axir desam, shu desangiz 4 ta pandasidan 10 ta tiyaladi. Bo'larish bo'ldi, to'yadaga 500 ga tushdi. Zaynabni mana shu Hamza teatrini ayollar ichidagi Shukur Burxon deb bilishardi. Qanchalik Shukur Burxonov mana shu Idibda o'ynagan bo'lsalar yoki boshqa G'ofirda o'ynagan bo'lsalar, qanchalik qoyil maqom qilib o'ynagan bo'lsalar, Zaynabda o'zlari o'ynagan juda ko'p rollarni, qaysi rolni Hoji onani o'ynaganlar, undan tashqari Ulug'bekda Gavharshod begimni o'ynaganlar. Mana shu rollarga e'tibor bersanglar, ular mana shu Shukur akamni o'ynagan rollari bilan o'zini kuchi bilan, deylik, mahorati bilan mana shu Shukur akamga teng aktyorlardan biri edi Zaynab ham. Zaynab mana shu Hamza teatrini eng sabr chidamli aktrisalardan biri edi. Rol kelmasa xafa bo'lmasdilar. O'z paytlarini kutib va Allohga shukr qilib ishlaydigan aktrisalardan biri ediki, va nihoyat mana shu Said Ahmadni Kelinlar qo'zg'aloni spektaklda Farmon bibi rolini ijro etdilar va o'zbek xalqini, o'zbek tomoshabinining yodida Farmon bibi bo'lib o'tib ketdilar Zaynabdan. Bu kamdan kam artistga nasib qiladigan taqdir. Aktyorlar bor, bir umr yashab o'tishadi-yu, lekin bir rol bilan, bir deylik, o'zini ijodi bilan xalqni tomoshabinning yodida bir yarq etib qoladigan bir obrazi bilan esda qolmasdan o'tib ketadigan aktyorlar bor. Zaynab mana shunaqa baxtli aktyorlardan. Chunki u kishini hamma Farmon bibi deb taniydi.